Xorazm shonli tariximiz bilan yangi islohotlarimiz tutashgan chorraha desak albatta mubolag'a bo'lmaydi. Bu diyorda o'tgan yili kichik va o'rta biznes yili bo'ldi deyish uchun hamma asosimiz bor. 7000 yangi tadbirkor ish boshladi. 47 ta korxona kichikdan o'rtaga o'tdi. Ularning hisobiga viloyatda 1 yil ichida 290 ming aholi ishli bo'ldi. Yo'limiz bitta, xalqimizni rozi qilish. Ko'zida nur, bilagida kuch, dili va tilida shukronalik bo'lgan xorazmliklarni ko'rib men bunga yana bir marta ishonaman. Mintaqadagi yetakchi turistik markazlardan biriga aylantiruvchi Xorazmning imkoniyatlari yetarli. İşonchim komil. Ardak Xiva Xorazmdagi turizm rivojiga yangi sahifa ochadi. Viloyatning ikkinchi tashrif qog'oziga aylanadi. Bizda bitta narsa bor. Bu ham bo'lsa ertangi kunga ishonch. Bizning buyuk xalqimiz mehnatkash, sabr toqatli va jasoratli xalq. Buyuk Xorazm elini kelajagi porloq, men bunga ishonaman. Sizlar ko'makchi bo'lsalaring, yelkadosh bo'lsalaring, hali marralar oldinda. Orqaga yo'li yo'q. Endi kechagi O'zbekiston emas, kechagi o'zbek xalqi emas, kechagi Xorazm emas.